Devletimizden çıkan çarvıçılık mutaxassisi Enver doktorunu tanımsız. Enver doktorunun bütün tercümalını İtaliya'dan kelgen çarvıçılık profesörü xeli uzun vaqtda o'qib tugatdi. Qanamsa paxarlik ustozimiz Enver doktorunun tercümalığı hammaylar birlikte diqqat qilaylik. He graduated with outstanding academic performance from Grassland Science. Enver Hasan doktor, 68 yaş. Yaponiyada doktor ve doktor aştı unvanıga erişken. Şinjan Yezigilik Daşyosының profesörü, doktor yetekçisi. 1983 yılı 2. ayda Şinjan 1. Ağustos Yezigilik şöyeni otlaqçılıq kəsbini a'lo natija bilan bitirib, maktabda tanlab ipqilinib, çarvumal ozuqligi va yem-xashak ilmi o'qitish tadqiqot ishxonasida o'qituvchilik qilgan. Zamonaviy chorvachilik texnikasi, çarvumal ozuqshunosligi, yem-xashaklarni pishiqlab ishlash va uningdan foydalanish ilmi, har xil uy chorvalarini ilmiy usulda beqish va boshqarish qatorliq jihatlarda o'qitish tadqiqot hamda ishlab chiqarishga yetakchilik qilish xizmati bilan shug'ullangan. Zamonaviy chorvachilik sohasida 40 necha yil cho'nqur izlangan. 1994 yılı 4. ayda Abdunum rayonluq Maarif komiteti Yaponiyaga tanlab o'qishga avatgan. 1997 yılı Yaponiya Launung chorvachilik dashosida doktorlik unvoniga erishgan. Keyin doktor ashti tadqiqotini tamomlagan. Vatanga qaytgandan keyinmi uzoq muddat bu maktabning takliflik professori bo'lgan. Şinjan Yezigilik Daşyosi Çarvıçılık Fakültetining muavin boshlig'i, Hayvanat ilmi fakültetining partiya bosh yachekisining shujisi, kutubxona boshlig'i, Maarif sho'yanining boshlig'i, Tashqi ishlar boshqarmasining boshqarma boshlig'i qatorliq vazifalarni o'tagan. Qo'shimcha ilm-fan va boshqarish iqtidorini hozirlagan. Davlat ichi va sirtidagi 9 tadqiqot temasiga yetakchilik qilgan. Maarif ministrlik fondi Jongo Yaponiya hamkorlik turidan 10 turga qatnashgan. Abdunum rayonining fan texnik taraqqiyoti bo'yicha 2-3 darajalik mukofotiga, Yaponiya chorvachilik texnik jamiyati bo'yicha katta mukofotlarga erishib, davlatimizga sharaf keltirgan. Jami 87 parcha ilmiy maqola e'lon qilgan bo'lib, bir partisi Şinjan Yaşlar Yıllık İlmi Yığını'da 1. darajalik mukofotga, 2 partisi Abdunum rayonining tabiiy fan munavvar ilmiy maqolasi bo'yicha 3. darajalik mukofotga erishgan. 5 parcha kasbiy darslik kitobini birlashib tuzgan. O'qituvchilik qilgandan buyon ayrim holda Jongo va Yaponiyada ilgari keyin bo'lib, chorvachilik, o'tlaqchilik, yezigilik iqtisodi qatorliq kasblar bo'yicha to'liq kurs darsi bergan. Oliy texnikum va cho'nglar sinfi o'quvchilari uy chorvalarini beqish boshqarish ilmi, chorvamal ozuqshunosligi, yem-xashak ilmi, yem-xashaklarni pishiqlab ishlash va saqlash ilmi, asosiy xanzo tili, o'lchamlik yapon tili qatorliq 7 darsni davlat tili va yapon tilida so'zlagan. 16 magistr doktorga yetakchilik qilgan. Davlat ichi va sirtidagi ilmiy yig'inga 16 qitim, xalqarada 10 qitim qatnashib, hammasida ilmiy maqolasini e'lon qilib, cho'ng shon-sharaf qozongan. Enver Hasan doktor ilgili ayrim holda Asiya Sütçülük Cemiyeti'nin kengash a'zosi, Jongo O'tchup ilmiy jamiyati o'tchup mahsulotlarini pishiqlab ishlash kasbiy komitetining doimiy kengash a'zosi. Yaponiya Hokkaido Otlaq tadqiqot jamiyatining a'zosi, Şinjan Yezigilik Universiteti ilmiy jurnali Milliy til yoziq, o'txo'r uy hayvonlari Uyg'urcha nusxasi tahlil komitetining a'zosi, Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonluq fan texnika jamiyati fanni umumlashtirish jurnalining mutaxassisi, Davlat tabiiy fan fondi turini baholash mutaxassisi, Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonluq ilmiy unvon baholash gruppasining a'zosi. Umum tarbiyalaganlarning soni 100 ming odam qitimdan oshgan. Savdo nazoratining taklifi bilan O'rta Osiyodagi har qaysi davlatlarning kasbiy xodimlariga ko'p qitim zamonaviy chorvachilik texnikasi to'g'risida dars o'tgan. Ladies and gentlemen, good morning. I come from Xinjiang Agricultural University.